Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan xalqaro biznes menejment fanidan birinchi mavzuni boshlaymiz. Birinchi mavzumiz ko'rib turganingizdek, xalqaro biznes menejmentning mohiyati va uning asosiy jihatlari deb nomlanadi. Ushbu darsimizni 3 ta asosiy reja asosida ko'rib chiqamiz, tanishib chiqamiz. Demak, rejani birinchisi xalqaro biznesning mohiyati, uni boshqarishning ahamiyati, ikkinchisi xalqaro biznes menejment asosiy xususiyatlari, uchinchi jahon bozorida raqobatbardoshlikka erishishda xalqaro biznes menejmentning o'rni. Ushbu 3 ta reja asosida bugungi mavzuni yoritishga harakat qilamiz. Demak, avvalo xalqaro biznes menejmenti o'zi nima? Ushbu fan nima bilan shug'ullanadi? Xalqaro biznes menejmenti asosan bu yerda globallashgan dunyoda biznesni muvaffaqiyatli boshqarish zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malakalarni o'z ichiga oladi. Demak, menejment asosiy funksiyalariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, demak, aynan endi menejmentda xalqaro biznes menejmentda miqyos, qamrov kengayadi. Aynan xalqaro biznesda. Chunki bugungi dunyo hammamizga ma'lum globallashib boryapti. Demak, bir mamlakat yopiq holatda hech qanday rivojlanish, muvaffaqiyatga erishishi mumkin emas. Shuning uchun xalqaro biznes menejmenti ta'rifida bu chet elda tashqi iqtisodiy aloqalarning barcha shakllari, ya'ni barcha shakllar degan nimalar kiradi? Bu yerda eksport, import operatsiyalar, texnologiyada ayirboshlash, qo'shma korxonalar tashkil etilishi, xorijiy xizmatlarni ishlab chiqarish, mahsulotlar ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, xorijiy investitsiyalarni amalga oshirish hamda transmilliy korporatsiyalar. Hamma turli barcha shakllardagi jamoaviy faoliyatni firmalar to'g'ri boshqarish nazariyasi amaliyotini biz lo'nda qisqacha qilib xalqaro biznes menejment deb ataymiz. Demak, xalqaro biznes menejmentda asosan biznesda muvaffaqiyatga erishish deydi. Demak, avvalo biz xalqaro biznesga to'g'riroq tushuncha ega bo'lsak, xalqaro biznes nima? Xalqaro biznesni rivojlanishi qanday asoslari bor, qanday omillar ta'sir qiladi va uni asosiy mohiyati nimalardan iboratligiga to'xtalib o'tsak. Demak, xalqaro biznes deganda bu global miqyosda tovarlar va xizmatlar, kapital, bilim va texnologiya chegaralar orqali savdosi tushuniladi. Ya'ni bir hududdan ikki undan ortiq hududga chiqish. Demak, bu yerda xalqaro biznes operatsiyalarini xorijiy firmalarga, turli mamlakatlarning xizmatlari, mahsulotlari, jarayonlardan foydalanishga ruxsat beruvchi shartnomaviy bitimlarni o'z ichiga oladigan tizim. Demak, bitimlar, shuningdek tashqi bozor ishlab chiqarish, sotish, tarqatish va tadqiqot va ishlanmalarni rivojlantirish va ishlatish imkoniyatini xalqaro biznes beradi. Demak, xalqaro biznes qanday omillari bor va bu omillar xalqaro biznesga qanday ta'sir qiladi? Xalqaro biznesni milliy biznesdan nimasini farqi qiladi? Bular haqida hozir biz qisqa to'xtalib o'tamiz. Demak, xalqaro biznesning mohiyatini ochiqlashda, tushuntirishda asosiy omillarni, demak, 5 ta omilni sanab o'tamiz. Demak, birinchi omil ochiqlik va umumiylik. Bu nima degani? Hammamizga ma'lumki, milliy modelda milliy biznes mamlakatni miqyosida amalga oshiriladi va u ma'lum bir qonunlarga, qonunchilik bilan tartibga solinadi. Demak, aynan ochiq umumiylikda mamlakat miqyosidan tashqariga chegaradan chiqishi уже bu qonunchilikdan boshqa bir mamlakat qonunchiliklariga amal qilishga to'xtalishga sabab bo'ladi. Aynan jarayon kengayadi, miqyos oshadi. Shuning uchun bu amaldagi tartibga soluvchi qonunchilik tashqariga chiqadi. Shuning uchun bu firmani strategik ham tashqi istiqbollari o'zgarishiga to'g'ri keladi. Mana buni biz ochiqlik deymiz va umumiylik deymiz. Ya'ni boshqa bir mamlakatlarni amaldagi qonunchiliklariga o'zini strategiyasini hamda taktikasini o'zgartirishga majbur bo'ladi. Ya'ni bir mamlakatdan boshqa ko'plab mamlakatlarning qonunchiliklariga moslashishga majburiyat bo'ladi. Buni biz ochiqlik va umumiylik omili deb hisoblaymiz. Keyingisi rivojlanishi bosqichligi. Bu nima degani? Bu yerda firmani xalqaro biznesga kirib borishi mohiyatiga ko'ra eng oddiy shakldan boshlanadi. Oddiy shaklda, masalan, sodda shakldan boshlanib, firmaning rivojlanishi bilan eng yuqori darajadagi, masalan, ko'p millatli yoki buni boshqa qilayotgan multimilliy korporatsiyalar darajasiga yetishiga, ya'ni bosqichma-bosqich rivojlanib boradi.
masalan mahsulotni strategiyasi taktika bilan kirib bir mahsulot bilan kirgan bo'lsa уже xizmatlar qo'shiladi, mahsulotlarni assortimenti ko'payadi, qamrovi kengayadi, bir mamlakatdan boshqa mamlakatlarga kirib boradi. Demak, o'zi xalqaro biznesda 2 yoki undan ortiq mamlakatlar chegarasi orqali savdo qilish tushuniladi. Demak, bu yerda oddiy sodda shakldan transmilliy korporatsiyalargacha bo'lgan darajaga yetib borishi aynan bosqichlik omil hisoblanadi va mohiyatni ochishga yordam beradi. Keyingi omilga to'xtaladigan bo'lsak, bu texnologik globallashuv omili. Texnologik globallashuv omili asosan 3 ta narsani qamrab oladi. Bu qanday? Ketma-ketlikda bajarilish hisoblanadi. E'tibor beramiz. Birinchi, samarali amalga oshirish. Ya'ni bugungi kunda hammamizga ma'lumki, hurmatli tinglovchilar, kompyuterlashtirish, axborot asrida yashayapmiz. Axborot asrida demak kompyuterlashtirish, axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar taraqqiy etishi natijasida hozir xalqaro biznes xarakteri tamomila o'zgarmoqda. Va mana bu narsa aynan taraqqiy etish, IT, axborotlashtirish, telekommunikatsiya rivojlanishi natijasida ofisdan chiqmasdan ham boshqarish imkoniga ega bo'lyapti. Buni qanday tushunish kerak? Texnologiya taraqqiyoti natijasida real vaqtda, ya'ni onlayn rejimda ofisdan turib butun dunyodagi kompaniya, korporatsiya harakatni, ishlab chiqarish jarayoni, xizmatlarini boshqarish imkoniyati mavjud. Demak, IT texnologiya rivojlanishi hamda internet xizmatlarini ommalashishi, onlayn xizmatlarning rivojlanishi, onlayn biznesni taraqqiy etishi bu hozir aynan samarali amalga oshirish. Ya'ni oldingidek aynan ofisga borish, vaqt yo'qotish, boshqa narsa, omborda saqlash deganlar, ya'ni real vaqtda buyurtma olinadi va buyurtma yetkazib beriladi. Mana shu narsa samarali amalga oshirishni keltiradi. Bu texnologiyani globallashib borayotganini ko'rsatadi. Ikkinchisi, real vaqt rejim. Hozir aytgan xalqaro biznes real vaqtda, ya'ni onlayn rejimda amalga oshiriladi. Ya'ni dunyoni burchagida sekundlar ichida o'zaro ma'lumot almashib, xizmatlar yoki tovarlarni onlayn tarzda shartnomalar tuzish imkoniyatini beradi. Keng qamrovligi. Telekommunikatsiya yordamida biznesni qiziqtirgan barcha tovar, kapital, ishchi kuchi, axborot bozori va hokazolarni qamrab olishi mumkin. Demak, mana bu texnologik globallashuv omili orqali xalqaro biznesning mohiyatini ochishga yordam beradi. Keyingisi moliyalashtirishning ahamiyati deydi. Moliyalashtirish atamasi dastlab Servan Shrayber tomonidan kiritilgan bo'lib, globallashgan xalqaro biznesning eng muhim jihatini juda aniq aks ettiradigan tushuncha. Chunki bugungi kunda xalqaro moliyalashtirish xarakteri ham o'zgardi. Pul o'tkazmalar yoki bo'lsa investitsiya jalb qilish hammasi demak xarakteri jihati onlaynda telekommunikatsiya axborotlashtirish kompyuter rivojlanganligi demak xarakteri o'zgarib turli xil strategik yechimlarni tezkor qaror qabul qilishga, moliyaviy munosabatlarni chuqurlash, keskinlashishiga sabab bo'ldi. Aynan bu yerda moliyaviy masala, moliyani mazmuni, ularning mazmundor real natijalarigacha xalqaro biznesni yuragiga, shu tariqa uni atrofida barcha manfaatlar, yechimlar strategik markaziga aylandi. Xalqaro raqobat afzalliklarini izlab topish va ulardan foydalanish endilikda aynan moliyaviy menejment yutuqlariga bog'liq. Moliyaviy menejment demak, menejment boshqarish, moliyaviy pul mablag'larini jalb qilish, ularni taqsimlash va ularni boshqarish, rejalashtirishni markazlashgan holatda amalga oshiriladi. Demak, bu moliyalashtirish ahamiyati omili. Keyingisi milliy va baynalminal o'zaro aloqalar. Demak, bu yerda bir mamlakat qanchalik baynallashib borsa, ya'ni xalqaro bozorga, xalqaro kirib boradigan bo'lsa, shuncha unda turli xil masalan yondashuvlar, biznesning xarakteri chuqurlashib, strategiyalar o'zgarishga olib keladi. Bu yerda hozirgi kunda aynan xalqaro biznes menejmenti jarayonida konvergent hamda divergent jarayonlar juda bahsli, munozarali holatni yuzaga keltiradi. Ayrimlar konvergent jarayon ustunmi yoki divergent jarayon ustunmi deb juda ko'p bahs olib boradi. Endi qaysi birini amalga oshirish bu geografik nuqtai nazardan farqi yo'q. Qat'iy nazar ikkalasida ham maqsad foyda olishga qaratilgan bo'ladi. Konvergent jarayonlar qanday jarayonlar? Konvergent jarayonlar bular shunday jarayonki, biror bir fikr
aniq nima deydi, masalani yechish algoritmi, ya'ni oldindan mo'ljallangan, rejalashtirilgan strategiyalar asosida amalga oshiriladi. Divergent jarayonlar esa bu mazmunan inglizcha, lotinchada ajralish, konvergent yaqinlash. Divergent jarayonlar jarayonda o'zida, ya'ni bu vazifalarni odatda oldindan rejalashtirilmagan holda yuzaga chiqqan vaqtda unga nisbatan qaror qabul qilish orqali yuzaga kelgan jarayonlarni biz divergent jarayonlar deymiz. Endi hozir globallashgan sharoitda xalqaro biznes yuritishda ikkalasi ham muhim deb o'ylayman. Chunki ayrim jarayonlarda aniq puxta ishlab chiqilgan algoritm zarur. Ayrim holatlarda shuni keskin qaror qabul qilish, ya'ni muammo birdaniga paydo bo'lganda, demak u muammoga nisbatan keskin qarorlar qabul qilish kerak bo'ladi. Ya'ni oldindan asoslanganini kutib o'tirish bu yerda moliyani yo'qolishiga sababchi ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun qaysi holatda bo'lsa ham baynallashyaptimi, demak xalqaro bozorga kirib borilyaptimi, demak bu yerda vaziyatdan kelib chiqqan holda o'sha hududni milliy hamda madaniyatiga ozor bermagan holda, ularni buzmagan holda qaror qabul qilib foyda olishga qaratilgan faoliyatni rivojlantirishimiz kerak. Bu yerda aynan divergensiyada hozir madaniy, milliy differensiatsiya kuchayib boryapti. Hattoki o'ta millatchilik yoki mana diniy murosasizlik sifatida ham hozir mojaroli ko'rinishda namoyon bo'layotganini ko'rish mumkin. Ya'ni bu yerda ko'plab madaniyatni o'rtalashtirilishga harakat bo'lyapti. Ya'ni bu ommaviy madaniyatga kirib borayotgan. Lekin har bir millat, har bir davlat o'zini xalqaro biznesda o'rnini mustahkamlashda o'zini milliy qadriyatlarga asosan milliylikni saqlagan holda kirib borishga harakat qiladi va bu ko'plab jarayonlarda muvaffaqiyat keltirishi mumkin. Xalqaro biznes mohiyatini bu 5 ta asosiy omillarga qisqacha tanishtirib o'tdik, chunki keyingi mavzularimizda xalqaro biznesni asosiy xususiyatlari va xalqaro biznesning asosiy xususiyatlari kengroq to'xtalamiz. Endi xalqaro biznes menejmentining asosiy maqsadlari nima va uni asosiy maqsadlari nimalarni tashkil etganini to'xtalamiz. Demak, xalqaro biznes menejmenti asosiy har bir subyekt, ishtirokchi subyektini birinchi maqsadi foyda olishga qaratilgan bo'ladi. Milliy biznes modelida ham xuddi shunday foyda olish, lekin bu yerda foyda olish degan xalqaro biznes yuritishni maqsadi asosiy aniqlashtiruvchi determinanti sifatida foyda olish. Mamlakat biznesi xuddi shunday tavsifnomasidan ishbilarmonlik operatsiyasini samarali yuritish uchun sof milliy chegaralardan chetga chiqish afzalliklaridan foydalanishga intilishini farqlab o'tadi. Ya'ni bu yerda nima degan? Milliy bozorda foyda olish milliy taktik strategiyadan, milliy qonunchilik asosida bo'ladi. Endi bu yerda sof milliy chegaradan chetga chiqish afzalligi nimada bo'lishi mumkin? Masalan, biror bir mahsulotni ishlab chiqarish xarajati bizdagi nisbatan u yerda arzon. Ya'ni arzon ishlab chiqarish imkoniyati bor. Ya'ni bu yerda ustunlik, nisbiy ustunlik, mutlaq ustunlik nazariyalari kelib chiqqan holda qaror qabul qilish, ya'ni arzon ishlab chiqarish mavjudmi? Aynan o'sha yerda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish. Bu aynan sof milliy chegaradan chiqib afzallikka ega bo'lish hisoblanadi va bu orqali yuqori foyda olish imkoniyati bor. Masalan, Yevropada ishlab chiqarish tashkil etgandan ko'ra, masalan, Markaziy Osiyodagi Xitoyda ishlab chiqarish ishchi kuchi arzonligi hisobiga, Hindistonda ishlab chiqarish ishchi kuchi arzonligi hisobiga mahsulot tannarxi kamayadi va bu yerda foyda olish imkoniyati ko'payadi. Shuning uchun aynan bu yerda chetga chiqish afzalliklari foydalanishdan foyda olish xalqaro biznes menejmentning asosiy maqsadlaridan aniqlash determinanti hisoblanadi. Keyingisida resurslar. Tadbirkorlik aynan quyidagilardan kelib chiqadigan qo'shimcha iqtisodiy imkoniyatdan foydalanishga harakat qiladi. Chunki tadbirkorlik bu manfaatdorlikka asoslanadi. Ya'ni yuqori darajadagi manfaatga ega bo'lish. Bu yerda chet el bozorlari resurslar xususiyati, ya'ni bu yerda har qanday turdagi resurslar ko'zda tutiladi. Chet el bozorlarida sig'imi, chet el bozor mamlakatlarini hududiy xususiyatlari o'rganib chiqiladi. Davlatlararo aloqalarni mos keluvchi shakllari bilan tartibga solinadigan mamlakatlararo yoki davlatlararo siyosiy va iqtisodiy o'zaro munosabatlar o'ziga xosliklar. Demak, mana shu o'rgangan holda, xoslik xususiyatlardan kelib chiqqan holda mavjud resurslardan samarali foydalanish imkoniyati yuzaga keladi.
Ayniqsa bu yerda hozirgi kunda ishchi kuchi hamda tabiiy resurslar. Keyingisi baynalminallashuv darajasi. Bu baynalminallashuv so'zi baynalminal demak xalqaro kirib borish, xalqaro chegarada. Xalqaro biznes uni rivojlanishdagi asosan ikkita ko'rsatkich bilan baholanadi. Bu yerda birinchi navbatda jalb qilish chuqurligiga, baynalminash darajasiga qarab turli variantlarda bo'ladi. Ya'ni bu yerda asosan o'ziga xos tomoni sof mamlakat biznesi va maksimal darajada ko'p millatli biznes. Asosiy bu yerda baynalminash darajasi shundan kelib chiqadi. Sof mamlakat biznesidan bir mamlakatdan ko'p mamlakat, ko'p millatli, transmilliy yoki multimilliy korporatsiyalarga bo'lgan darajadagi chuqurlashuv. Demak, 2 yoki undan ortiq, undan keyin masalan kirib borish bu baynalminash darajasini bildiradi. Qancha xalqaro nimaga kirib boradigan bo'lsak, bizga chetga chiqish afzalliklar shuncha ko'payib boradi va bu imkoniyat. Bu imkoniyatdan hozirgi kunda xalqaro biznes subyektlari juda yaxshi foydalanib kelmoqda. Xalqaro biznes menejmentini xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda birinchi xususiyat madaniy omil hisoblanadi. Xalqaro biznes unga kirishga intilayotgan har bir firma oldiga qo'yiladigan bir qator majburiy shartlar mavjud bo'ladi. Bu ularning eng muhimlaridan biri biznesda hisob madaniyati omili. Ya'ni bu yerda ushbu mamlakat qaysidir mamlakat bilan biznes hamkorlik qiladigan bo'lsa, aynan o'sha biznes yuritayotgan mamlakatni madaniyatini hurmat qilishga majbur. Bu yerda misol keltiradigan bo'lsak, mana o'tgan yillar davomida masalan arab davlatlarida yashil rangga masalan konfetlarni o'rab sotilish. Bu arab mamlakatlari madaniyati hisoblashga to'g'ri keladi. Yashil ularda rams, hurmat qilinadigan rams. Yoki masalan Hindistonda sigirga nisbatan turli ta'ziyq ishlarini yoki ular majburlash ular uchun bu madaniyatsizlik hisoblanadi. Aynan mana shu holatlar hisob madaniyati, madaniy omilni xalqaro biznes menejmentda birinchi xususiyat hisoblanadi. Ya'ni biznes subyekti o'sha mamlakatni madaniyatini hisoblashga majbur. Keyingisi global xarakter. Bu global xarakter degani, demak, hozirgi global sharoitda bu xarakter shakllanadi har bir mamlakat subyektida. Xalqaro biznesning global xarakteri bugun kelib uni belgilab beruvchi o'ta muhim jihatlardan biri hisoblanadi. U mohiyatiga ko'ra ishbilarmonlik, axborot ayirboshlash, jahon tizimini, butun jahon moliya bozorini, texnologik yangiliklar kiritish global strukturasini va hokazolarni qamrab oladi va o'zi ular tomonidan qamrab olinadi. Ya'ni bu bir-biriga teskari bo'lgan jarayon. O'zi bir vaqtning o'zida global xarakterni ichida yotsa va ikkinchi navbatda global jarayonlarni boshqaruvchisi hisoblanadi. Keyingisi menejment turi. Xalqaro biznes menejmenti asosiy maqsadlari turli mamlakatlarni biznes yuritish imkoniyatlarini hisobiga firmalarni raqobatli afzalliklarini shakllantirish, rivojlantirish va foydalanish hamda bu mamlakatlardan iqtisodiy, ijtimoiy, demografik, madaniy va boshqa xususiyatlarni mos ravishda foydalanish hisoblangan o'ziga xos bir menejment turi sanaladi. Demak, bu keng miqyosli keng qamrovli menejment turi. Xalqaro biznes menejmenti. Milliy menejmentdan xalqaro biznes menejment qamrovi bilan farqlanadi. Asosiy farqi mana shunda va asosiy maqsadlari, yuqorida aytib o'tgan maqsadlari bilan farqlanadi. Milliy bozorda ishlab chiqarishni resurslar hisobiga ishlab chiqarish, tashkil etish, uni ushlab turish bo'lsa, xalqaro biznesda asosiy menejment turida. Bu yangi bozorlarni izlab topish, yangi afzal bo'lgan chegaralarni izlab topish hamda Porter nazariyasiga ko'ra uni raqobatbardoshlik ta'minlovchi vositalardan foydalanish hamda uni o'sha maqsadda, o'sha jarayonda ushlab turish hisoblanadi. Demak, asosiy narsa bu yerda miqyos, qamrov hisoblanadi. Xalqaro biznes menejmentining rivojlanish xususiyatlarida e'tibor beradigan tomoni bosqichma-bosqich rivojlanganligi uchun birinchi xususiyatda rivojlanish milliy menejment modeli, undan keyin mustamlaka ta'sirini, keyin mustaqillik davri menejmentini rivojlanish xususiyati shartli ravishda bo'lib o'rganishimiz mumkin. Birinchi milliy menejment modelda agar e'tibor beradigan bo'lsak, agar oxirgi masalan 30-40
40 yillar uchun xalqaro biznes rivojida asosiy tendensiyani qo'shadigan bo'lsak, bu rivojdan eng asosiy va hal qiluvchi tendensiyasi deb man tan olish kerak. Ya'ni mamlakatlar rivojlanish bosqichiga o'tgandan keyin mamlakatda mavjud resurslardan eng samarali foydalangan holda maksimal darajada foyda olishni ko'zlaydi. Demak, bu yerda ishchi kuchi, kapital, investitsiya jalb qilish, mavjud resurslardan foydalanish, milliy menejment modelida aynan mana shu milliy darajadagi ishlab chiqarishni tashkil etish samarali hamda uni ushlab turish hisoblanadi. Bunda masalan o'ziga xos masalan britancha model, gollandcha model, o'zbekcha model bo'lishi mumkin. Ya'ni bu faqat bir mamlakatni o'zini hududidagina amalga oshiriladi. Keyingisi mustamlaka ta'siri. Bu xususiyatda agar butun jahon sivilizatsiyasi rivojlanishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, haqiqatdan ham xalqaro biznes maydoniga o'nlab yangi milliy davlatlar tez va har tomonlama chiqib kelmoqda. Ular uchun asosiy yagona tushuncha modeli bu konsessiyalar egasida va undan so'ng mos keluvchi metropoliyalik konsessionlar tomonidan joriy qilingan model hisoblanadi. Ya'ni buni qanday tushunish kerak? Masalan, Britan modeli. Keniya Britan modelini ishlatdi. Boshqa masalan Fransiyani legionerlari, masalan Janubiy Afrika davlatlari bo'lsa, aynan bu yerda konsessionerlar tomonidan jalb qilingan menejerlar ularni boshqargan. Masalan, Keniyani britancha model orqali boshqarish. Demak, bu mustamlaka ta'sirida bo'lgan Keniya davlati masalan britancha model orqali eng mashhur modellardan biri. Demak, u yerda milliy madaniyat yoki milliy urf-odatlarga jalb qilingan yollangan menejerlar o'zgarishga moslashishga majbur emas. Bunga uning uchun qiyinchilik tug'dirmaydi. Demak, o'ziga xos xarakterli o'zining britancha modeli bilan boshqariladi. Bunga keyingi darslarimizda aynan mustamlaka ta'siridagi xalqaro biznes kengroq tushuncha beramiz. Har bir modellarga alohida to'xtalib o'tamiz. Xalqaro biznes menejmenti yangi stili. Demak, bu yerda hozir yuqoridagi xususiyatlardan kelib chiqqan holda globallashuv jarayoni bugungi kunni holatida o'zaro manfaatlar yangicha bu xalqaro menejment yangi stil hisoblanadi. Chunki hozirgi kunda bir mamlakat o'zini masalan alohida holatda rivojlanishini tasavvur qila olmaydi. Yoki qaysidir davlatga nisbatan qo'pollik orqali masalan qo'shtirnoq ichida rad javobini berishi o'zini manfaatini kamayishiga yoki manfaatdorligi pasayishiga ta'sir qilishi mumkin. Aynan bu yerda o'zaro manfaatlar har bir mamlakatni madaniyatini, madaniyatini hisobga olgan holda o'zi manfaatni yuzaga chiqarish tushuniladi bunda. Demak, o'zaro manfaatlar. Har bir mamlakat o'zi samarali aloqalarni yo'lga qo'yib, samarali aloqalarni izlab topib, manfaatli yo'nalishlarni izlab topib, ularni yo'lga qo'yish hisobiga oxir oqibatda milliy davlatlar o'zini xalqaro biznesdagi muvaffaqiyatga erishishi mumkin bo'ladi. Madaniy moslashuv jarayoni bu yangi stilda keyingi hozirgi kundagi eng dolzarb masala. Chunki biror bir mamlakat ikkinchi mamlakat qo'rquv ostida yoki unga tazyiq ostida yoki hozirgi geosiyosiy vaziyatlar keskinlashayotgan paytda ustunlik hisobiga, uni qo'rqitish hisobiga foyda ola olmaydi. Chunki butun dunyoda aynan madaniy moslashuv jarayoni ketyapti. Turli mamlakatlarning tadbirkor va menejerlari shuni yaxshi tushunadiki, mahalliy hamkorlarni madaniyati, milliy xulq-atvar stereotiplarini jiddiy hisobga olib, ularni biznesni ayni paytda iqtisodiy jihatdan samarali qilishdan tashqari unga qiziqarli istiqbollar baxsh etadi. Shunday qilib, samarali boshqaruv nuqtai nazaridan xalqaro biznes menejmenti tahlil va stillarini, xususiyatlarini tahlil qilgan holda umumlashtirib asosiy jihatlarini ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Xulosa qilib bugungi mavzu yakun yasaydigan bo'lsak, demak xalqaro biznes menejmenti tahlilida nimalarga ega bo'lamiz? Asosiy jihatlari: birinchi, xalqaro biznes yuritishning maqsadli determinant sifatida foyda olish. Mamlakat biznesi xuddi shunday tavsiyanomalarda ishbilarmonlik operatsiyalar samarali yuritish uchun sof milliy chegaradan chetga chiqish afzalligini beradi. Bu bir. Ikkinchisi, tadbirkorlar uchun qo'shimcha imkoniyatlar, iqtisodiy imkoniyat yaratadi. Bu qanday imkoniyatlar? Demak, birinchi, chet el bozorlar resurslar xususiyatini o'rganadi.
chet el bozorlarini sig'imini o'rganadi, chet el mamlakatlar hududiy huquqiy xususiyatlarini o'rganadi, davlatlar aloqalar mos keluvchi shakllari bilan tartibga solinadigan millatlararo siyosiy va iqtisodiy o'zaro munosabatlarni yo'lga qo'yadi. Demak, xalqaro biznes menejmentda asosida mana shu jihatlar yuzaga chiqadi. Hurmatli tinglovchilar, sizlar bilan keyingi darslarda har bir xususiyatlar to'g'risida kengroq ma'lumot olishga erishamiz.